Lüksemizden ikincisine başlayımız vatandaşım. Mutaxassislar Reis Xi Jinping bilan Reis Xi Jinping Amerikani ziyorat qiladi. Dedi mavzuli xabar 9-oyning 9-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungoning Reis Xi Jinping 9-oyning oxirida Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qiladi. Bu orqali o'zining xalqaro o'rnini yuqori ko'tarmoqchi bo'lyotdi. Lekin mutaxassislar mundaq ko'rsatdi. Reis Xi Jinpingning bu qatimqi ziyorati foydasiz ikki omilga yuzlanadi yoki foydasiz ikki omilga duch keladi. Reis Xi Jinping mushu oyning oxirida Amerika Qo'shma Shtatlariga tunji qatam davlat ishlar ziyorati bilan yetib keladi. Washingtonga kelgandan keyin bir qator masalalarga yuzlanadi, jumladan Jungoning iqtisodiy muqim emas. Jungo Janubiy dengizda harbiy kuchini kengaytiryotdi. Jungo hakkerlarining Amerika torbatlariga hujum qilish qatorliq masalalarga duch keladi. Bo'libmi Amerikada cho'ng saylam yetib kelish oldida turgan bir paytda prezident nomzodlari va siyosiy yo'llar Jungoni muhokama etamiz qilib, Jungoni qattiq tanqidlaydi. Reis Xi Jinping Amerikani ziyorat qilishning harpisida alomatlar ko'rsatdiki, Washington bu fursatdan foydalanib, texmi qattiq pozitsiya qo'llanadi. Washington bu fursatdan foydalanib, texmi qattiq pozitsiya qo'llanadi. Men Amerika Miami Universiteti siyosat fakultetining mutaxassisi Jin Defang mundaq ko'rsatdi. Agar Washington mushahatida Amerika torbatlariga hujum qilgan Jungo shirkatlarini jazolash tadbirini e'lon qiladigan bo'lsa, undaqda Jungo hukumatining diqqatini qo'zg'aydi. U yana mundaq dedi. Agar Washington Xi Jinping bilan Amerika ziyorat qilishdan burun jazolash tadbirlarini e'lon qiladigan bo'lsa, undaqda Xi Jinping Amerikani ziyorat qilishni kechiktirishi mumkin. Lekin men o'ylayman deydi Jin Defang, Amerikani ziyorat qilishni hargiz bekor qilmaydi. Jin Defang yana mundaq ko'rsatdi. Yaqinqi bir necha oydan beri Amerikaning harbiy ishlar siyosati ma'lum darajada qattiqlashdi. Demak, bu yerda Jin Defang da'vatgan Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy ishlar siyosati yoki Jungo qartilgan harbiy ishlar siyosati texmo qattiqlashdi deydi Jin Defang mutaxassis.